Mana o'sha Toyota gibrid avtomobilimiz. Ko'rishingiz mumkin. Ranglari qop-qora mana lagan diskalarini qarang, bir cho'tkiligini holatini. 2024-yil mashina 70 ming kilometr yurgan. 100 kilometrga 4 litr benzin rasxod qiladi. Holatlari вообще cho'tki holatda turibdi. Kraskalari top-toza, полный bron plyonka qilingan. Panoramalari bor. Holat tiniq. Ichki salon holatini ko'rsatib qo'yamiz mana. Cho'tki. Hamma monitorlar bor. Mana sidinalar holati tiniq. Havas qilib haydaysiz. Buni narxi 43 ming dollarga beraveramiz. Salondagi narxi buni 70 ming dollar. Telefon raqamlarini video tagida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Shunaqa avtomobillarda ota-onangizni aylantirib, ularning duosini olish nasib qilsin. Like va podpiska va kommentariyalarni kutib qolamiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.